Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan hammaning qiziqishlari va muhokamalar doirasida bo'lib turgan sun'iy intellekt, ya'ni AI haqida gaplashamiz. Muhokamalar va qiziqishlar doirasida bo'lib turgan sun'iy intellekt, ya'ni AI bu kompyuter tizimlarining inson aqliga xos vazifalarni bajara olishi, masalan, o'rganish, mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish kabi imkoniyatlarga ega bo'lishdir. Sun'iy intellektning ham yaxshi va yomon tomonlari bor. Ish unumdorligini oshiradi. AI yordamida zavodlar, kompaniyalar avtomatlashtiriladi. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi. Tibbiyotda qo'llaniladigan bo'lsa, inqilobiy yangiliklar, masalan, AI orqali saraton kasalligini ertayoq bosqichda aniqlash imkoniyatini oshmoqda. Ta'limda yordamchi vosita bo'la oladi. Dars jarayonini individual tarzda moslashtiradigan platformalar yaratiladi. Xizmat ko'rsatish sohasida qulaylik, ya'ni sun'iy intellekt asosida botlar va virtual yordamchilar 24/7 xizmat ko'rsata oladi. Sun'iy intellektning yomon tomonlariga qaraydigan bo'lsak, ish o'rinlarining kamayishiga olib keladi. Ko'plab oddiy kasblar AI bilan almashtirilmoqda. Bu esa ishsizlik, ya'ni inflyatsiyaning darajasining oshishini. Xavfsizlik muammolari: agar noto'g'ri qo'llanilsa, AI kibertamoyillari yolg'on axborot tarqatish yoki qurollanishda ishlatilishi mumkin. Axloqiy va huquqiy muammolar, masalan, AI orqali qaror qabul qilish insoniy omillar inobatga olinmay qolishi mumkin. Shaxsiy hayot daxlsizligiga tahdid, ya'ni AI texnologiyalari odamlar harakatlarini, ovozini, hatto yuz ifodalarini tahlil qilib, ularning maxfiy hayotiga aralashishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt, ya'ni AI bu insoniyat taraqqiyotining katta yutug'i, ammo uni to'g'ri va mas'uliyat bilan qo'llash lozim. Har bir sohani o'z mutaxassisi bo'lganidek, sun'iy intellektdan ham foydalanishni mutaxassislarga qo'yib bergan ma'qul. Uni o'rinsiz joylarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bir texnologiya kabi sun'iy intellekt ham foyda keltirishi yoki zarar yetkazishi mumkin. Barcha rivojlanishlar inson manfaatiga xizmat qilishi kerak. Shundagina bu texnologiya biz uchun chinakam yordamchi bo'la oladi.